mana o'sha yilning eng qimmat reklamasiga aylanib ulgurgan o'sha Lego do'stlar, buni Cristiano Messi futbol yulduzlari nech pulga reklama qilgan bilmadim, agar bilsangiz izohda yozib qoldiring. Biz buni $219 oldik. Hozir ochib ko'raman, ichidan nimalar chiqarib, qanchada yasab bo'lamiz buni. Hozir ko'ramiz do'stlar. Mana do'stlar, yasash uchun qo'llanmasi, bilmadim buni yasashga juda ham ko'p vaqt ketsa kerak. Do'stlar, ko'rdinglar mana 15-20 minut vaqtim ketib qoldi shuni yasashning o'ziga. Bu eng kichkina paketi. Bunaqa paketdan 20 tadan oshiq. Buni endi bitta videoga aniq sig'maydi, istoriyaga joylab boraman. Kimga qiziq bo'lsa kuzatib borsanglar, yasab bo'lganimdan keyin oxirida xudo xolasa birorta bir podpisчигimizga sovg'a qilamiz shu Legoni. O'zbekistondamisiz, Amerikadamisiz, yetkazib beramiz xudo xolasa. Kuzatishda davom etinglar.